Ko'pchilik shofyorlar yaxshi ko'rgan aynan MP3 motorlik Mercedes Actros Pricep bilan komplekt holatda sotuvga qo'yildi. Xohlovchilarga Tigachi o'zini alohida, Pricepini alohida ham sotilarida akalar. Ma'lumotlar bilan endi birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Actros 440 ot kuchiga ega, yurgan masofasi 1,680,000 km masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Salon ichki holatlarini ham ko'rsangiz bo'ladi, yaxshi holatda turibdi. Ratsiya taxograflari bor. Baklari bir tomonda 700 litrli, bir tomonda 600 litrli bak bilan jihozlangan. Advulusi uzdirib qo'yilgan ekan. Mashinada ham, Precepda ham hech qanday kamchilik yo'q deb egalar aytayaptilar. Yaqinda hadovoyni qildirib qo'ygan ekanlar. Tigachi ham, Precepda ham. Precep'i 2016-yilda ishlab chiqarilgan 96 kubali standart Krone Precep moslari BPM mosti. Lentakasi bor, qo'sh lentakali. Oldida, orqasida lentaka bor. Balonlarning holatini ham videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Precep'i ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha stokalar ham qo'yilgan ekan. 6 oylik Qozoq Rossiyaga strixovka litsenziyalari ham bor ekan. Endi hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi narxiga keladigan bo'lsak, narxini akalar 45 ming AQSh dollar deb aytilyapti komplekt holatda. Agar 30 ming naqd pulingiz bo'ladigan bo'lsa, variantga ham kelishilsa bo'ladi. Qiziqqan bo'lsangiz telefon raqam har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirgan bo'lamiz. O'zlariga aloqaga chiqib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bosib, mana shunaqa Mercedes ishqibozlarga bu videoni maksimal tarqatib qo'yishingiz chiqmasin. Hammaga rahmat.